xunuk qilib aytganda gadoyi biz, TikTokni gadoyi biz. Endi qarang. Bizda bitta Sardor Safarov degan bola bor, bir ayollarni haqorat qilgan edi. Uzrlarini so'radi, hammadan kechirim so'radi, xalq kechirdi. TikTokka kirib juda ham nogironlarga ashatda turib yordam berib, o'yin o'ynab, shartlar qildi, xalq kechirdi. Bir Elyor degan bola bor. Familiyasini bilmayman. Elyor 9229. O'sha inson ig'vo qilib, biz so'kinamiz. Bizni kirib, masalan, men homiladorman, ehson so'rab o'tirsam aytishadiki, "Ha, seni ering 2 qat qilib ketdi. Biz senga qilamizmi?" deb uyat gaplar bilan gapirsa, men haqorat qilaman. Davlatning oldida, qonun oldida javob berishga tayyorman. TikTokdan ham ketishga tayyorman. Ammo lekin bir Valeriya degan odam O'zbekistonimizni, payg'ambarimizni, Qur'onimizni haqorat qilgani uchun hozir Dubaydan kelganda qamalib qoldi. Jinoiy javobgarlikka tortildi. Chunki bunga hamma tarafdor edi, biz ham tarafdormiz. Ammo lekin manatdagi internet olamidagi insonlar, erkak kishilar, erkaklarni ko'tini ko'ylab, hamma TikTokerlar bunaqa bo'ladi degani uchun shu insonni Sardor Safarovga, Elyorbekni Sardor Safarovga qilgan tuhmati uchun hozir Sardor qidiruvda ekanmish. Buni o'zi davlatimiz hal qilib oladi. Davlat ishiga nega aralashayotgani va qonuniy isbot dalilini men Elyordan talab qilib so'rayman. Shuni oxirigacha olib borishlarini so'rardim. Men ham o'zimga yarasha bo'lyapti, internetlar chiqaryapti, internetda ijtimoiy tarmoqda videolar tarqalyapti. Bitta begunoh insonga yana tuhmat bo'lib, nafrat bo'lyapti. Undan tashqari men ham so'kinaman, boshqa insonlar ham so'kinadi. Hamma inson so'kinadi. Bo'lmasa mayli prezidentimizdan so'rab qolaman. Mayli hammamiz mehnat qilaylik. Shatda fohishalar ham yo'qoldi, shatda erkaklar eplalmayotgan erkaklar shaqqa kirib, o'yin qilib, mashatda pulini topyapti. Oilamiz tinch. Masalan, men kerak bo'lsa erim yo'q, men ham yomon yo'lga kirib ketishim mumkin edi. Mana 3 ta bolam bor, kirishim mumkin. Shatdagi insonlar yordam beryapti. Ammo lekin gadekni ham ko'rishalmayapti, so'kinganni ham ko'rishalmayapti. Hamma TikTokerlarni birgalikda jazo beringlar. Bitta Sardor Safarovga bermasdan, Safarovmi bir narsa, hammamizga jazo beringlar, hammamizga bir xil jazo qilinglar. Biz ham so'kamiz, biz ham haqorat qilyapmiz. Elyorjondan, familiyalarini bilmayman, 9229. Elyorjondan men talab qilaman, Sardor kimi qamatganini, nimaga bunaqa tuhmatlar qilib, ig'vo qilayotganini, inson zotiga tuhmat qilib, onasini, otasini o'zi batta yo'q odamni ota-onasini so'kayotganiga men ayol boshim bilan chiqib, men o'zim so'rayman. Men shuni talab qilaman. Iltimos shuni yozib qoldiring. Prezidentimizga ham murojaatim. Meni yozib qoldirasizlarki, prezident bilan uchrashgani o'tgan yildan oldin bo'lganda men uchrashuviga kirganman. Men yana talab qilaman, prezidentimiz bilan uchrashuvni yozib qo'ysangiz, qabullariga olishlarini yozib qo'ysangiz, men shu TikTokdan topayotgan pullarimni men mashatdan topmayman. Ko'chaga chiqib semichga sigaret sotib, ko'cha shipirib yashashga tayyorman. Yig'ishtirsin bo'lmasam bunaqa erkaklarni. Bitta erkakka osilmasdan. Mana shu narsalarni yozib qoldiring. Xo'p, ya'ni shu fuqaro Elyor, to'g'rimi? Familiyasini bilmaysiz. Familiyasini bilmayman. Har xil vajlar bilan har xil tuhmatlar qilyaptimi shunda? Ha, Sardor Safarovga TikTokda hammani gapirib. Sardor Safarovga nisbatanmi yo sizga nisbatan? Sardor Safarovga nisbatan. Hamma TikTokerlarga bunaqa uyat gap gapirgan. Men ham uyat gapiraman. Hozir bizda prosta sizga men uyat gapira olmayman. Bunaqa degan. Hamma TikTokerlar, xuyet qilgan TikTokerlar o'zi endi ami chiqadi, bir bola bo'ladi degan. Endi sizga savol. Bu oddiy so'kinayotgan gapi ham, o'zi ham bizi qatorimizdaki, biz gruppovoy ketaylik, iltimos qilaman. insonlarni dushman qilib, provokatsiya qilib o'ynatyapti. Dushman orttirtiryapti bitta insonga. Chet elda bo'lsa, unga ham oson bas. O'zbekistonga qaytib kelishiga yo'l bermayapti ig'vo qilib.
Hop, men yozib o'tdim, ya'ni Elyor, fuqaro Elyor Sardor Safarovga nisbatan har xil vajlar bilan tuhmat qilmoqda, to'g'rimi? Ha, u tuhmat qilyapti. Ha, o'zi Qo'qonlik Farg'onadan uy olib kelgan ekanmish. Uy olib kelgan ekanmish, shu yerda yashar ekan. Elyor telefon raqamini topolmayapman. Bor bo'lishi kerak edi. Hozir to'xtandi. Men ijtimoiy tarmoq orqali deb yozdim. Men qarabeni o'qib turaman. Elyorning nomerini yozinglar, bosh nomerini bor edi, topolmay qoldim hozir. Bir urishuvdik. Menga isbot qilib bersin. Shuncha ishlari bor ekan, to'xtamasdan o'tgan safar ishlarini qaysi milisalar yopyapti? Kim yopyapti? Ko'chani qo'sharkan, boshqani qo'sharkan, kim bu bola shuncha haqorat qilsa ham, sutma-sut bo'lsa ham, kim buni ishlarini yopyapti? O'sha milisalarni ham ko'tarishlaringni iltimos qilaman. Mana mani qamasin. Elyor ustidan kimdir ariza berganmi? Voy, millionta odam bergan. Millionta odam. Olib borayotganimizda bilmaymiz ku hozirgi kunda. Kimga ariza bergan bilmaysizmi? Biz bilmaymiz. Yo'q, men uni o'zim tekshiraman. Men Farg'onaning odamiman, ustidan bor o'zim tekshiraman. Hozirgi holatda sizga Nasirov Elyor Sardor Safarovga nisbatan har xil vajlar bilan tuhmatlar qilib kelmoqda, to'g'rimi? Ha, lekin menga qarang. Nomeri bor ekan, yozing. Ayting. 99lik 097 2992. Xo'p. 99 097 2992, to'g'rimi? 2992. Ha. Meni ig'vo qilib, meni orqamdan gapirgani yo'q u bola. Qarang. Men tuhmat qilishni yomon ko'raman. U bola meni gapirgani yo'q, lekin begona bitta bolaga xalqqa yordami tekkan, bechora bir tili uchun adashgan erkakni to'xtamasdan ig'vo qilib, odamlarga xunuk ko'rsatyapti. Meni talabim Valeriya bir bola degan familiyasini bilmayman, yaqinda qamaldi. Valeriyani Sardor atelab qamatgani haqida informatsiya bilar ekan. Qayerdan bu informatsiyani bilishi va qayerdan bu narsalarni ishonch bilan qilib gapirishi qayerdan? Tinch qo'ysin. Sardor Safarboyevni tinch qo'ysin. Ig'vo qilinadigan bo'lsa, bu videolar ig'vo qilingani uchun jinoiy javobgarlikka tortishlarini talab qilaman. Sardor Safarboyev meni ijtimoiy tarmoqda, hayotda meni do'stim. Tushuntira oldimmi? Informativ fuqaro Elyor Sardor Safarov Rossiya fuqarosini qamatgan, to'g'rimi? O'sha haqida ko'p ma'lumotga ega ekan, shunaqami? Ha, yo'q. Valeriya bu O'zbekiston fuqarosi, faqat Koreyada yashagan. Koreyada yashab turib Qur'onlarni, bizni dinimizni, davlatimizni, prezidentimizni hurmat qilmay ijtimoiy tarmoqda ochko yig'ish uchun, ya'ni aktiv yig'ish uchun har xil ig'vo gaplar qilgan, lekin u ham kechirim so'ragan, lekin kelganda jinoiy javobgarlikka tortildi o'zini aybi bilan qaytdi. O'zi xoladi, o'zi tavba qildi. Lekin ijtimoiy tarmoqda bizni haqqimiz bormi? Begunoh bolaga tuhmat qilib, begunoh bolani insonlarga dushman qildirib ig'vo qilishga bizni haqqimiz bormi? Informativ fuqaro Elyor Sardor Safarov fuqaro Valeriyani haqida juda ko'p ma'lumotga ega ekanligini aytib tuhmat qilmoqda, to'g'rimi? Ha, что Sardor uni qamatgan ekan. Bu haqida siz kimga murojaat qilgansiz? Men hozir 102 ga murojaat qildim, talab qildim, menga tushuntirib bersin. Men iltimos qilib talab qilaman, chunki men ham ijtimoiy tarmoqda xodimiman. Undan tashqari Sardor Safarboyev meni yaqin do'stim. murojaat qildingiz. 102 ga murojaat qildim, hali ko'rib chiqishgani yo'q. Men qarang, yana bu narsani qoldirib o'taman. 100 ta bo'lsa, 200 ta bo'lsa, 12 ta viloyatimiz, qancha viloyatimiz bor, o'qimaganman, bilmayman. Qancha viloyatimiz bo'lsa, har bitta joyga borib, Sardor haqida misolda rag'batli so'zlar qilib,
tushuntirish xatlari ham yig'ib chiqishga tayyorman. Bitta so'zi uchun Sardorda bunchalik ig'vo qilib, hammaga xunuk ko'rsatishi shart bas. Men talab qilaman. Bundan keyin ijtimoiy tarmoqqa kirganda Sardor haqida S harfini olmasligini talab qilaman. Hop, ya'ni siz Elyorga nisbatan qonun doirasida Chora ko'ringlar, Sardorni S harfini olmaydi. Boshqa insonlarga ham ig'vo qilmay tirikchiligini qilsin. Bo'lmasam, gruppovoy hammamizni bir xil Sardorni, Elyorni, menga o'xshagan ayollarni bir xil jazo bersin. Hammamizga bir xil jazo bersin. Ikki qatligimga qaramasin, bolalarim yetimligiga qaramasin. Sardorga beriladigan jazo men har bittasini videosigacha qilaman. Men ham ona so'kaman, men ham oila so'kanman, kechirimimni ham so'raganman. U ham oila so'kadi, u ham qizlarni yechintiradi. Bir xil jazo bersin. Men qizlarni to'playman, erkaklarni ham to'playman. Sardor shu yaxshi inson, bir tilidan xato qildi. Erkak boshi bilan yig'lab chiqyapti. Onasini sog'inyapti. Ko'ralmagan insonlar tilini tiysin. Hop, qarang hurmatli fuqaro, shunda Sardor Safarboyev. Nasirov Elyor Sardorni tinch qo'yishini so'rayapsiz, to'g'rimi? Bezovta qilmaslikni. Qilmasin. Ig'vo so'zlar internet tarmog'ida